Assalomu alaykum, hurmatli bank mudiratlari. Bugun uchrashuvni boshlaymiz. Uchrashuvimizga kredit olish bo'yicha ariza kelib tushgan. Ariza egasi Qudrat O'rmat Ne'matullayevich sizlar. Nomor tuman tashqi mahallasi yashaydi. Siz oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida 149-sonli qaror asosida kredit olish bo'yicha hokimiyat yordamchisining platformasi, oila kredit platforma orqali ariza bergan. O'sha arizalaringizni bank tomonidan o'rganib chiqilgan 48 oyga 3 oy muddat davridan qarzdorchilikni rivojlantirishga 10 million so'm klassifikatsiyaga o'tkazishga ariza bergan. Sizni kredit tariflaringiz skoring tizimidan o'tgan, arizangizga kelib tushgan. Bizlar uni shartnoma imzolaymizda sizga klassifikatsiya ochadi. Mas'ul xodimlarga uchrashasiz. O'sha kreditingizni ajratish bo'yicha ular ishlaydi. Kredit maqsadli, buni keyin 1 oy davomida monitoring bo'limi xodimlari borib qilingan bajarilgan ishlar to'g'risida monitoring davlatnomalar tuzadi. Maqsad ishlaringizda vaqtida to'langizda bizda hech qanday muammo yo'q. Qolganlarda savol javob bo'lmasa, bugungi uchrashuvni yakunlaymiz. Sog' bo'ling.